savdo sistemangiz bo'ladigan bo'lsa, stop oldinglarmi, bo'ldi, to'xtatish kerak shu yerda. Sirazi to'xtatish kerak. O'chirish kerak hamma narsani, kompyuterlarni, notebooklar hammasini o'chirish kerak, monitordan qochish kerak, bo'ldi. Sizlar o'sha alaminglarni zalda chiqarasizlarmi, trenovka qilasizlarmi, shug'ullanasizlarmi, qayerdandir alaminglarni chiqarishlaringiz kerak, lekin bozorda qayta bitimga kirish bilan emas. Bu yerda уже psixologiya buzilishi mana shu narsalardan kelib chiqadi-da. Sizlar savdo sistemalari bo'ladigan bo'lsa, o'sha kun stop bo'ldimi, nima sababdan stop bo'lganinglarni yozinglar. Bitimga kirishni o'rniga nima sabab stop bo'ldimi? Nimaga asoslanib kirildi? Nimaga tekka bormadi? Nimaga stop urdi? Nima holat ro'y berdi? Shu narsalarni yozib, shu xatolarni ustida ishlasanglar, o'sha holat momentni ko'rsanglar, sizlar ikkinchi marta bitimga kirmaysizlar.